hujjatlaringiz to'liq bo'lmasa tushing, mashinani jarima maydoniga qo'yamiz. Senga emas. Meni mashinadan tushirish. Aqling yetsa yetib ol. Siz so'ragan hujjatlar. Olib keldingmi? Bo'l, ketaversan. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Quloqim sanda, Abdurahmon, gapir. Maqsad ukangiz Abbosni sizga yomonlash emas. Shunchaki oxirgi vaqtlar juda haddidan oshib ketdi. Svetoforlarning qizil chirog'ini umuman mensimaydi. Bundan tashqari, bilasiz, 12 balli tizimga o'tganmiz. Ballari ham 12 ballga yaqinlashib qolgan. Bu ham yetmagandek, radarlari son sanoqsiz. Bu holat qanchadan beri davom etyapti? Siz podpolkovnik unvonini olganingizdan beri davom etmoqda. Sizga ayta olmayotgandim. Onam to'g'ri aytgan ekanlar. Ota-onam uchun joy qidiryaptim. Tabiat qo'ynida, shahar shovqinidan uzoqroq bo'lsa yanada yaxshiroq bo'lardi. Chorvoqdagi eng katta loyihamiz hozirda tayyor. Birinchi etajlarda kafe, restoran, undan tashqari yosh kattalar uchun yashil hududlarimiz bor, hamda bolalar uchun ham o'yingohlari mavjud. Abbos. Uka, bir minutga mumkinmi? Mijozim bor. Kutib turing. Hujjatlarda muammo yo'qmi? Dream City qurilish kompaniyasida hech qanaqa muammo bo'lmagan, kadastrlari chiqqan, remont holatda topshiriladi. To'lovchilari qanaqa bo'ladi? Xohlasangiz naqd, xohlasangiz 24 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin. Menga ma'qul, menga yoqdi. Unda menejerlarimizga uchrasangiz, shartnoma qilib berishadi. Rahmat. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Bu xonada kirib gaplashsak bo'lardi? Aka, gapingiz bo'lsa shu yerda gapiravering. Ko'chada yurib turishlaringni. Aka, nasihat o'qigani kelgan bo'lsangiz, vaqtingizni yo'qotmang. Ishingizga boravering. Meni ishim sal ko'proq edi, uzr. Unvonni olgan manu davrni surayotgan ukam ekanda. Abbos, boshlasanmi? Bu safar senga fori berishi, senga oldingisini o'zi butun umrga yetib ortadi. Seni gaplaring qiziqmas. Bos oxirigacha. Qo'y bor qo'limmi? Meni kimligimni bilasanlarmi? Ishtob tashiyman bir deganda. Nima janjal, Abdurahmon? Ukangiz og'aynilari bilan ko'cha poyiga uyushtirayotgan ekan. Mast holatda mashina boshqarib ketayotgan joydan to'xtatib tushirib oldik. Nima qilaylik? Nima qilarding? Qonuniy chora ko'rgin. Aka! Senga to'dimi kechqurun ko'chaga chiqmayman deb. So'z beraman, har doim aytganingizni qilaman. Aka, katta bo'lsam himoya qilasizmi? Yomon bo'lga qo'shilmasan, albatta himoya qilaman. Men sizni yaxshi ko'raman, aka. Mana. Akajon, yordam bering. Aka olib ketyapti meni. O'ta boshliq har holda Buyruqni eshitmadingmi? Vazifangni bajar. xo'p bo'ladi. Qadri baland, mehribon akam, ishonganim qalqon